Bugun sifrovoy era hozir rivojlanib ketayotgan zamonda, shunaqa rivojlanish zamonida yashayapmiz. Uyda o'tirib, onlayn holatda bemalol pul topishingiz ham mumkin. Katta tadbirlarda ham bo'lishingiz mumkin. Umuman olganda foydali inson bo'lishingiz mumkin. Mana shunaqa hozir zamon kelgan va bu juda zo'r. Bundan to'g'ri foydalanish kerak. Har bir ayolning ichida juda katta potensial bor. O'sish uchun, rivojlanish uchun, foydali bo'lish uchun, o'zini ko'rsatish uchun juda katta potensial bor. Shunchaki bu potensialni o'zimiz tan olmayapmiz. Men shunchaki bitta pishirishni bilaman, nima qilibdi? Ana pishiradiganlar 100 mingta deymizda. Mana shu qobiliyatimizni yuzaga chiqarish uchun, mana shu qobiliyatimizni ko'rsatish uchun o'zimiz qo'rqamiz. 100 mingta odam bo'lsa, siz 101-chi bo'lasiz.